Ey, dokument yaptın ya. Gel, dokumentsiz nima kim degandan deyapti? Kim degandan? Gel, meni gandon deb kim aytyapti? Meni gandon deb qo'yadi. Yo, nimaga chiqasiz? Ha, narushение topasiz. Haydavonga. Qanday o'tib ko'raylik chiqishlarni ko'zdan kechiraylik. Qani ruxsatnoma aka? Kim ikkita guvohnoma? Qani buni ichini ochib tekshirishga? Menga qanday nima bo'lsa shu mashinani Nima? Qanday haydovchi kerak? Nima? Qanaqa guvohnoma senga kerak? Qani bir Qanaqa guvohnoma kerak senga? ruxsatnoma yo'q mashina. Qanaqa ruxsatnoma? Mashinani tekshirish. Mana shuncha odam ruxsati. Tintib o'tish. Ko'p gapirma bo'ldi. Ha, xohlagan muomalangizni qilyapsiz. Men senga ko'p gapirmadim. Tushundingmi? Qanaqa? Alloh taolo xudo emas aka. Muomalani to'g'rilasa bo'ladi. Imzo qo'yib yuboring dedi aka. Majbur deyapman senga. So'raymi egasidan? Meni mashinam emas-ku bu. To'qilasizlarmi? Shunchalik nima deysiz? Jahl qilmanglar. So'kin deysizmi? To'qilasizlar deyilyapti aka. To'qilasizlar dedi. Men so'kinganim. Ey aka, hali tekshirmasdan turib xohlagan gapni gapirilmaydi-yu aka. Egasi bor. Egasini so'raydi. Nima aralashmayman men? Siz aralashasiz aka. Hali ish to'xtagan yo'q-ku. Senga aralashmadim. Bagajniki nimaniki bo'lsa. Shoshmay tursan-a, muammo hal bo'ladi. Muammo emas-ku. Assalomu alaykum. Aka, men sizlayapman, senladimmi men? Shoshmay tursalaringda. Ha, bo'ldi. Men senlashga kirmaydi. Nimaga kiradilar? Shoshmay tursanglar bo'ladi. Sizlar janob imzo qo'y deyapti. Nima degani endi? 2000-yilmi? Texasga o'tirib iyul oyida qilingan ekan. Iyul oyida hozir avgust 2-si bo'lgani uchun yozar ekan. 2 kun. Mana uni texnik ko'rikmi? Ha, 2 kun o'tgan ekan. Sizlarga o'xshagan ayrim ichki ishlar xodimlariga hayron qolaman. Nima o'zingizdan ko'cha yasab olasizlar sizlar? So'kinib, qo'pol muomala qilib, sansirab, shu qo'pol muomala qilayotganingiz uchun oila o'sizlar, so'kinganingiz uchun oila o'sizlar. Sizlarga o'xshagan ayrim bir ichki ishlar xodimlari o'z ishiga fidoyi, yaxshi, halol ishlab kelayotgan xodimlarni taniyman men. Hamma taniydi unaqa xodimlarni. O'shalar nomiga sizlar dog' tushiryapsizlar. Sizlarga o'xshagan ayrim xodimlar. Nima uchun oilayapsizlar? Sizlar bir o'ylab ko'rganmisizlar? Shunaqa qo'pol muomala qiladigan, so'kinadigan, fuqarolarni mensimaydigan xodimlar. Nima uchun oilayapsizlar sizlar? Mayli, asl ayb boshlanishi fuqarodadir, haydovchidadir. Ayb. Hujjatsiz boshqargandir yoki hujjat yo'qdir, hujjatlarida kamchilik bordir. Ichki ishlar xodimlarining qonuniy talabini bajarmayotgandir. Qonunchilikda yozib qo'yilgan ichki ishlar xodimlarining qonuniy talabini bajarmaslik javobgarlikka olib keladi. Javobgarlikka tortinglar. Ko'cha tilida gaplashmasdan so'kinib, qo'pol muomala qilib. Yana xolislarni yig'ib olgansizlar. Ular ham so'kinib haqorat qilib gaplashyapti. Bilmam sizlarga o'xshagan xodimlarga qanaqa ta'rif berish kerak. O'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldirasizlar. Albatta haqorat qilmasdan har bitta qilingan haqorat uchun javobgarlik mavjud. O'zingizlarning xolisona fikringizni qoldirasizlar. Haydovchidami ayb yoki xodimda. Undan tashqari bu holat bo'yicha rasmiy munosabat bildirasizlar degan umiddamiz. Rahmat.